Menda ayb yo'q. Nima qilyapsan? Sal akkuratli bo'lsang bo'lmaydimi? Dabdala qilding-ku. Qizlaringizga yoqmay qolasiz-da, shirin bola. Men qop kiysam ham, lubo qizingga qoraman. Gap kiyimda emas, ichidagi odamni. O'zingga katta baho berib bermadingmi? Meni kvartiramga yosh oila kelgan, eri Moskvada. Bugun menga kvartira pulini berish kerak. Butun dom ash qizga oshiq. U qizni o'rash hatto seni qo'lingdan ham kelmaydi. Bitta do'rayman, kegar o'ynaymiz. Davay o'ynaymiz. Or nomusingni tikasanmi? Yurib tikaman. Agar shu qiz o'ylagan bo'lsam, qayta menga matal o'qimaysan. Mana kvartirani. Hozir. Kim u? Arendadan pulni olgani keldim, tiydim. Qarab o'rasizmi? Hozir. Pastga tushib turing, olib chiqib beramiz. Nay. Assalom. Bugun menichi bo'lasan. To'g'ri? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Biz bu yerdaligimizni qayerdan bildingiz? Shu yerda bitta amaki arendani pulni olib ketgani keluvdi. Ko'rmadingizmi? Sen chiqib tur, o'zim jo'natib olaman. Nomusing ham ketdi. Endi nima qilmoqchisan, nomussiz? Aka, uy menga yoqdi. Faqat ijara pulini ozgina kelishib bering. Mayli aka, bu holatingizdan qaynakada xabari bormi? Aka, erkak kishimiz u. Hamma narsa bor erkak kishi boshida. Hech kim bilmay qo'yaversin. Sizni yaxshi tushundim aka. Erkak kishining boshida hamma narsa bor. Ayolingiz ko'zimiz oldida katta bo'lgan, xuddi singlingizda. Qolganlarga $350 aka. Siz $150 bersangiz yetadi. Hali ekan seningni o'nchoq qilish. Sen ko'chada o'ynab yurgan har bitta qo'g'irchoqda senga o'xshagan akukasi bor. Menga bozorga solingan qiymat past nomusni keragi yo'q.